Bu вообще nima degan gap? 26-aprel ko'chada qor yog'yapti. Peterdagilar hammamiz birga qo'shilishib pogodaga jalva tashmasak bo'lmaydi. Birinchi o'rinda asabni joyiga qo'yish uchun kofe damlab oldim. Tushunishlaringiz uchun esa hali 2 hafta Peterda shunaqa sovuq bo'lar. 1-2 kun havo isiganiga esimdan chiqibdi Peterdaligimiz. Qalin kiyimlarda olib qo'yibman o'zimcha. Mayli, yaxshi gaplardan gaplashaylik. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Ham sog'ligimizni tiklaymiz va qo'shimcha biznes ham qilishimiz mumkin. Soyuz Здоровья kompaniyasidan $150 narsa olib, kompaniyaga a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Dilnoz opa shunaqa zo'r pul yutuqlarini qo'yganlar. Bilishlaringiz uchun stelkasini o'zi yurak, oyoq og'riqlari, bel og'rig'i, asanka hamma narsaga foydali. Tak, birinchi o'ringa V2 statusiga chiqsangiz 10,000 rubl beradilar. Ikkinchi o'ringa esa V3 statusiga chiqsak, komanda pullaridan tashqari Dilnoz opa $1000 beradilar. Uchinchi o'ringa esa V4 statusiga chiqsangiz $3000 Dilnoza Ulug'bekova tomonidan qo'shimcha hadya. Hozirda hech qaysi kompaniya $150 ga taklif uchun $40 dan bermaydi. Mahsulotlarni olgan odamlar esa faqat duo qiladi. Bilishlaringiz uchun esa bu kompaniyaning 5 xil mahsulotlari bor. O'zimda oyog'imda har doim varikozlarim bezovta qiladi. Srazu shu stilkasini ermikalamizga zakaz qildim. Dilnoza Ulug'bekovani atmetka qilib ketibman, telefon nomerlarini ham qoldiribman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.